Bugun siz bilan Koreya kinolarining afsonasi Lee Bin-hon haqida gapirib beramiz. U 1970-yil 12-iyulda Janubiy Koreyaning Seul shahrida tug'ilgan. Lee Bin-hon aktyorlik faoliyatini 1991-yilda Asphalt My Hometown nomli teleserialda boshlab, o'z iste'dodi bilan tomoshabinlarning e'tiborini qozondi. Keyinchalik esa Iris, Mr. Sunshine, Kalmar o'yini kabi loyihalar orqali xalqaro miqyosda tanildi. 2025-yilda esa u Metod Исключения filmida bosh rolni ijro etdi. Bu film Venetsiya kinofestivalida namoyish etilgan va unda Lee Bin-hon inson ruhiyatidagi bosim va umidsizlikni chuqur ifodalagan. Shaxsiy hayotida esa 2013-yilda aktrisa Lee Min-jun bilan turmush qurgan. Ularning bir o'g'il farzandi bor. Lee Bin-hon oila hayotini maxfiy saqlashni yoqtiradi va intervyularda kamdan-kam gapiradi. Bugungi kunda Lee Bin-hon aktyorlik xarizmasi va insoniylik timsolidir. U har bir roli bilan tomoshabinlarni hayratda qoldiradi. Siz Lee Bin-honni qaysi filmi yoki serialni eng ko'p yoqtirasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Obuna bo'lishni unutmang.